Keling, bugun Latviyaga keladigan ko'pchilik talabalar tanlaydigan Turiba universiteti haqida gaplashamiz. Bu Latviyadagi yirik universitetlardan biri bo'lib, 1993-yilda tashkil etilgan biznes, marketing, turizm va huquq yo'nalishlari bilan mashhur. Lekin nega aynan xalqaro talabalar aynan shu joyni tanlaydi? Chunki Turibada ta'lim ko'proq amaliyotga yo'naltirilgan. Ya'ni siz faqatgina kitobdagi nazariya emas, balki real biznes va ish muhiti uchun kerak bo'ladigan ko'nikmalarni ham o'rganasiz. Kirish uchun talablarga keladigan bo'lsak, asosan sizga kerak bo'ladigani ingliz tilini bilishingizni tasdiqlovchi hujjat. Odatda IELTS 5.5 talab qilinadi. Ba'zi yo'nalishlarda motivatsion xat talab qilinishi mumkin. Agar siz kuzgi semestr uchun topshirmoqchi bo'lsangiz, hujjatlarni imkon qadar erta topshirish tavsiya etiladi. Odatda xalqaro talabalar uchun qabul jarayoni bahor va yoz oylarida davom etadi, ammo joylar va viza muddatini hisobga olib, erta topshirish eng xavfsiz variant hisoblanadi. Agar siz Yevropaga viza olish qiyin, chiqmasligidan qo'rqaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, hoziroq Worldwide Consultingga murojaat qiling, chunki ular 100% viza olish dasturini yo'lga qo'yishgan. Agarda vizangiz chiqmay qolsa, barcha to'lovlaringiz to'liqligicha qaytariladi. Agar Latviyada o'qish qiziq bo'lsa, hoziroq kommentariyada plus belgisini qoldiring.